Treyderlar ko'p pul topadi deb o'ylaysizmi? Unda bir xitoylik amaldorga e'tibor bering. Guanzhouning sobiq hokimidan 13,5 tonna oltin va taxminan 40 milliard dollarga teng naqd pul topildi. Do'stlar, bu bank emas, bu atigi bir kishining boyligi. Gap Xitoyning yirik shahri sobiq hokimi Chjan Tsi haqida ketyapti. Tergov 6 yil davom etdi. Natijada u korrupsiya o'zlashtirish va hokimiyatni suiiste'mol qilgani uchun o'lim jazosiga hukm qilindi. 13,5 tonna oltin bu qora kun uchun yashirib qo'yilgan narsa emas. Bu endi butun boshli logistika loyihasi. U shartnomalar, yer va loyihalar evaziga pora olgan. Pullar oltinga, naqd pulga, hashamatli ko'chmas mulkka, avtomobillarga, hammasi an'anaviy usullarda sarflangan. Xitoy bu bilan oddiy xabar bermoqda. Keng ko'lamli korrupsiya barobar maksimal javobgarlik. Xulosa oddiy. Davlatda neft bo'lmasligi mumkin, ammo qat'iy qoidalar mavjud bo'lsa, hatto 40 milliard dollar ham sizni qutqara olmaydi.